Viloyatimizda kitobxonlik haftaligi doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi viloyat boshqarmasi tashabbusi bilan yaqinda chop etilgan Xorazm matbuoti, matbaachilik, noshirlik tarixi va buguni nomli kitob taqdimoti o'tkazildi. Mahmud Zamaxshariy nomidagi viloyat axborot kutubxona markazida o'tkazilgan taqdimotda kitobning yaratilishiga hissa qo'shgan jurnalistlar, ilmiy xodimlar, pedagoglar, shuningdek talabalar va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. So'zga chiqqanlar kitobda viloyatimiz matbuoti, matbaachilik, noshirlik o'tmishi va buguni, soha fidoyilari haqida qimmatli ma'lumotlar jamlaganini e'tirof etdilar. Bu kitobdan bizning shu o'tgan yillardagi tajribalarimiz o'rin olgan, shuningdek ustoz jurnalistlarni fikrlari, noshirlari, matbaachilik sohasida faoliyat yurgan mutaxassislarning ham fikrlari atroflicha ko'rsatib berilgan. Menimcha bu kitob nafaqat ommaviy axborot vositalari vakillari, jurnalistlar ya bo'lmasa bosma nashrda faoliyat yuritayotgan xodimlar uchun, balki mana bu oliy o'quv yurtlarida ilmiy tadqiqot ishlarini olib borayotgan yosh talabalar uchun, ustozlar uchun ham alohida bir yaxshi manba bo'lgan va buni shu barchaga mutolaa qilishni taklif qilaman. Shuningdek, tadbirda viloyatda nashriyot, matbuot tizimi, bosma nashrlar, televideniya va radio, kutubxona va kitob do'konlari, hududdagi xalqqa axborot yetkazish va ziyo tarqatish borasida qilingan ishlar va amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar haqida so'z yuritildi. Kitob o'qiganda inson bor qayg'u alamini, bor fikrini kitobga qaratadi. Kitobxonlik doirasida o'tkazilgan taqdimot menda juda yaxshi taassurot qoldirdi. Kelajakda Xorazm tarixini o'rganishda va qadimiy urf-odatlarni tiklashga bor kuchimiz bilan harakat qilamiz. Taqdimotda mazkur to'plamning ilk nusxalari Mahmud Zamaxshariy nomidagi viloyat axborot kutubxona markaziga taqdim qilindi.